eng qimmatli, men hech narsaga alishmaydigan, mani hayotimda bu hamma narsa degani men uchun ikkita tog' bilan uchta bog' qolgan. Qadam. Bog' bilan tog' deganda bitta opam, ikkita singlim bor. Shuning uchun men bog'. Tog' degani meni ikkita ukam bor. Menga shunday ikkita ukani, ikkita tog'i chiroyli tarbiya qilib tashlab ketgan. Ular uchun men jonimni ham beraman. Nimam bo'lsa hamma narsani beraman. Ular ham xuddi shunaqa. Aka-ukaning o'rtasida shunaqa mehr bo'lishi kerak, farzandlaringizga ham shu narsa ertaga meros bo'lib qoladi. Menga dadamdan shu narsa meros bo'lib qoladi. Ularsiz men hech kimman. Bu uchun menga shunday ikkita tengi yo'q ukalarni tashlab ketganligi uchun adamga har doim rahmat. Joylari jannatda bo'lsin.